Salom do'stlar, bu videoda Minecraftga mod o'rnatishni o'rganamiz. Men shunaqa ikkita Minecraft o'ynayman, lekin faqat original Minecraftga mod o'rnatiladi. Mana shunaqa ilova tortib olasizlar Play Marketdan. Kirasizlar. Uncha kirmayapti. Kirib olgandan keyin xohlagan modingizni tanlaysiz. Misol uchun men mana shu mashinani o'rnatmoqchiman. Reklama chiqadi. Mana pastga tushib, mana bu download degan so'z bor. Yashini ezamiz mana. Eng pastda. Yana reklama chiqadi. Mana mushuk qaranglar. Aytdi bolasi. Reklama o'tgandan keyin install deymiz. Ya'ni o'rnatish. Minecraftga har doim deymiz. O'rnatishni ezib kiryapti. Kiryapti. Mana Minecraftga ham kirdi. Mana Minecraftga ham kirdi. Lekin menda mod o'rnatilmadi. O'rnatildi. Mana ustiga ezib activate'ni ezamiz. Keyin bitta pastdagini ezib maydagi. Mana ikkita turibdi, pastdagini ezib bundan ham activate qilib qo'yishimiz kerak mod. Keyin kreativ rejimiga o'tkazib qo'yamiz. Chunki mashinalarni kreativ rejimdan olsangiz bo'ladi xolos. Boshqa yo'l bilan olib bo'lmaydi. Mana Minecraftga ham kirdi. Inventarga kirib, shu o'rnatgan modingizni yozasiz. Nima o'rnatdingiz? Men McLaren degan mashina o'rnatdim. Mana har xil turdagisi mavjud. Ko'k rang yoqadi menga. Mana o'rnatildi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like va obuna bo'lib qolishingizni istaman. Tezroq 200 taga yetaylik. Endi buni urib o'ltiramiz.